Assalomu alaykum hammaga aziz yurtdoshlar. Videoga обязательно bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bu videoni oxirigacha ko'ramiz. Ya'ni obloshkada ko'rganingizdek 10 ta sigir boqib qancha foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni 1 yil ichida 10 ta sigirdan qancha foyda qilsa bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, hozir bilasizlar, 2026-yilda sut yo'nalishi vobshe o'sib ketdi. Ya'ni sut mahsulotiga talab juda yuqori. Bu videoni kim sigir boqmoqchi bo'lsa yoki buqa boqmoqchi bo'lsa bu videoni ko'rsin. Sigir boqqan yaxshimi, buqa boqqan yaxshimi? Bu video aynan shu haqida bo'ladi. Yurtdoshlar, xullas birinchi o'rinda sigirga joy qilib olishga qancha rasxod ketadi? 50 million ketmaydi, bilaman. 100 million so'mga zo'r joy qilsa bo'ladi, ya'ni 10 ta sigirni. Ya'ni 10 ta sigir olib kerak endi 100 million so'm ketdi molxonaga. Ya'ni bilaman 5 ga 10 joydan 5 ta emas 10 ta sigirni boqsa bo'ladi. Sigir narxi, endi sigir zo'r sigirlari bilaman 20 million so'mdan berib turibdi. Ya'ni zotdor sigirlarni 20 million so'mga 10 tasi 200 million bo'ladi. 300 million pul ketyapti, 300 million. Ya'ni 300 million so'mga siz molxona qilyapsiz, 10 ta sigirga 10 ta zo'r sigir olyapsiz, 300 million pul ketdi. Uchinchi masalaga keldik. Ya'ni uchinchi masala bu yem hashaki. 1 yilga qancha yemaydi? 100 million so'm ketdi. 400 million so'm pul ketyapti. Yurtdoshlar, 400 million so'm. Bu to'g'ri katta pul deyishlar mumkin, lekin bu endi tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Birinchi o'rinda ya'ni bolasi bor. Bolasi buzoqchasi bor. Buzoqchasi ham ancha foyda qilsa bo'ladi hozir. Ikkinchisi eng gilamlisi malako, ya'ni sut mahsuloti. Sut mahsuloti bilasizlar, Xorazm viloyatida optimal olib ketadigan joy 7000 so'm, 1 litr 7000 so'm. Sigir 20 litr sut beradi kuniga. 20 litr sut beradi, yon sigir aytayapman men. 20 litr sut bo'lsa 10 tomon 200 litr. 150 litr sutni soting. 50 litr buzoqqa ketsin degan taqdirda ham 150 litr sutdan normal foyda qilsa bo'ladi. U yog'ini hisoblaymayman, chunki hamma narxini faqat narxga berib yording, foydasini yetkazaga deb ko'pchilik yozish mumkin kommentariyga. U yog'ini hisoblab oling. Kuniga 100 litr sut olib sotding, kuniga sotmayazilli olmadi deganda ham 700 ming so'm sut, 700 ming so'm foyda. 1 million kuniga foyda kelib turadi. 100% 1 million foyda keladi 20 ta sigirdan. 1 yil ichida 1 million 365 ming. Jigarlar, 1 yilda buzoqini sotasizlar, sutini, qaymog'ini, xullas faqat 400 million so'm pulni 100% chiqarib olsa bo'ladi 1 yilda. 1 yilda 100% 50 foyda qilib qo'ysa bo'ladi. Ikkinchi yildan bilasizlar, ikkinchi yildan, ya'ni uzr, kamera tushib ketdi. Ikkinchi yildan foydaga kirasizlar. Ikkinchi yil yana 1 yil boqasizlar. 2 yil boqasiz. Normal foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni 10 ta sigir boqib yurtdoshlar 100 ming dollar foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni 100 ming dollar foyda. 1 yil emas, 3 yil ichida, 3 yilning ichida 100 ming dollar 100% foyda qilsa bo'ladi. Ya'ni 400 million so'm rasxodga chiqarib tashlagan taqdirda. Lekin bir narsasi bor, sabr qilish kerak. Ya'ni 3 yil muhordishchilik, ya'ni Rossiya yoki Yevropaga ketib ishlagandan ko'ra 400 million so'm pulni bosib tashlab 3 yil sabr qilib normal foyda qilsa bo'ladi aziz yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmang. Обязательно hozir darrov ko'rgan bo'lsangiz kommentariyaga o'zingiz fikringizni yozing. Обязательно bitta like bosib qo'ying, chunki bizga motivatsiya bo'ladi. Sizga o'xshagan yaxshi insonlarga videomiz tezroq tarqab ketadi yurtdoshlar. Shuni esdan chiqarmaylik. Ko'pchilik bilaman pul bosib qo'yadi yoki u uchastka olib qo'yadi yoki mashina olib qo'yadi, lekin unaqa emas. Hozir zamon chorva molga, sut yo'nalishi, ta'lim yo'nalishi, dehqonchilik produktini aytadigan bo'lsak, oziq-ovqatga talab juda yuqori. Go'shtga talab, oziq-ovqatga talab hozir juda yuqori. Sizning mashinangiz undan qiziq yo'q hozir. Ya'ni bilganingizdek, shu oziq-ovqatga talab 2026-yildan 2030-yilgacha juda tez o'sib ketyapti. Chunki 2024da unaqa o'smadi, 2025ga o'tib vobshe darrov o'sib ketdi. Chunki ozgina go'sht narxi oshadimi desak, normalni oshib ketdi. 140 ming so'mga chiqib ketdi go'shtimiz 1 kilogramm. O'tgan yili 2024-yil esinglarda bo'lsa 90 ming so'm, 100 ming so'mdan sotilgandi. 150 ming so'm, 50 ming so'm gidet ochyapti. Keyin kelib qarab turing 2027-yilga
50 dan emas, 200 ming so'mga chiqadi go'sht. Bu go'shtimiz narxi nimaga arzon ko'tarilishi qiyin bo'lib qoldi oxirgi paytda deb ko'pchilik yozishi mumkin. Belorussiyadan, Hindistondan, Pokistondan qo'y go'shtlarimiz kelyapti gap qisqasi. Qo'y go'shti chetdan kelyapti, ya'ni go'sht, mol go'shti, qo'y go'shti xullas kelyapti. Hozir eshitib qoldim yangilikka, rostmi yolg'onmi? Go'shtlar juda katta partiyada kelish boshlabdi hozirgi zamonda. Chunki go'shtga talab yuqori. Hammani bilaman, lahm go'sht yoki o'zimizning mesni go'sht olishga qurbi yetmaydi. Shuning uchun chetdan keltirgan go'shtni keltirayotgan odamlarga rahmat etib qo'yinglar kamaytiraylik, chunki narx shu ushlab turibdi. Agarda shu go'sht kelmaganda 100% 250 ming so'mga chiqib ketar go'sht aziz yurtdoshlar. Videoga обязательно like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, chunki kanalimizga obuna bo'lmasangiz bo'lmaydi, chunki 50 mingta obunachi bo'lishimiz kerak yurtdoshlar. Обязательно like, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat. Keyingi videomiz nima haqida bo'lsa обязательно yozib ketinglar.